Shakar sizning farzandingizni organizmga qanday ta'sir qilishini bilasizmi? Insulinni birdaniga qonga ko'p chiqishiga sabab bo'ladi. Buni hisobiga bola giperaktivniy, injiq, jahldor, diqqatini jamlaolmaydigan, uyqusini topolmaydi. Uxlashi qiyin bo'ladi. Uxlagandek ertalab turishi qiyin bo'ladi. Sog'liqni saqlash vazirligi 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga umuman shakar bermaslikni tavsiya qiladi. 3 yoshdan 10 yoshgacha kuniga 10 gram, 10 yoshdan tepasi kuniga 15-20 gram shakarni kunlik ratsionda bo'lishiga ruxsat beradi. Endi kundalik bolalarni ratsionni ko'rib chiqamiz. Ertalab zavtrakka pechenye yeydigan bolalarimizda bu tashqari mana 4 ta kusochik qand buning ichida bor. Endi zavtrakka kakao ichadi bolalarimiz. Kakaoga yana 3 ta. Прогулkaga chiqqanimizda bolalarimiz bilan o'zimiz bilan so'qib olamiz. Bilasizlar, bu ham ichida kamida 2 bo'lgan. Bizni obedgacha, peshingacha bir haftalik normasini o'sha bolamizga shakar beramiz. Zaharligini hamma bildi. Endi nima qilamiz? Buni kamaytirib bolani ratsioniga foydali uglevodlarni qo'shamiz. Ya'ni arab xurmosi, turshi, mayiz, shulardan bola shakarga bo'lgan ehtiyojini qondiradigan fruktoza oladi, plus qo'shimcha unga bonusiga ko'plab mikroelementlar va vitaminlarni oladi. Bolamiz sog'lom, foydali ovqatlanishga o'rganadi.